har doim shu yerda mahallada fuqarolar uchrashuv o'tkazib boramiz. O'zimiz mana kirib mahsulotlarimiz to'g'risida ma'lumot beramiz. Bundan tashqari qaysi mahallalarda o'zlaridan mana eshityapsizlar, bilyapsizlar, mahalla agentlar, mahalla banklari degan shtatlar ochildi. O'shalar ishlab keladi. Masalan, Usmonov shahri mahalla agenti 2 yildan beri ishlaydilar. Bundan tashqari mahalla banklari biriktirilgan bu yerga hozirda Mirzabek degan yigit, oldin Muhammad degan yigit ishlardi. Undan keyin boshqa ishga o'tgani bilan o'tdida o'rniga Mirzabek qo'yildi. Bular o'sha bank xizmatlari, o'sha bankni nima deydi, aholiga ko'rsatadigan xizmatlari yo bank mahsulotlari to'g'risida doimiy ma'lumot berib boradi. Bular asosiy vazifasi shu mahallada sizlarni o'rganib, shularga imkon darajasida kredit berib bank qilish. Endi Sariq mahallasini oldindan bilamiz, ko'proq nima ixtisoslashuvchi chorloq hisoblanadi. Aholi ko'proq chorloq bilan shug'ullanadi. Endi nima deydi, driver deydi bu narsani ixtisoslashuv. O'sha aholining ko'p qismi chorloq bilan chorva mollarni boqadi. Ularga chorva mol boqishga imkoniyat bor. Qolgan narsalar, masalan, kimda pomidor yoki boshqa narsalarni bu yerda unchalik darajada rivojlanib ketmagan. Misol uchun kosonni esoy qishloqni oladigan bo'lsak, bu yerda sabzchilik rivojlangan. Xuddi o'shanda Sariqda chorvachilik rivojlangan. Bizlarni bir qancha kirik mahsulotlarimiz bor. Birinchi navbatda o'sha hokim yordamchisi tomonidan beriladigan 50 million so'mgacha kirik mahsuloti bor. 17% dan beriladi pul muddatga 12 oy imtiyozli davlat. Undan keyin biznesga birinchi qadam biznesga ko'mak kreditimiz bor. 12 million so'mgacha ajratiladi. Klassifikatsiyaga tashlab beriladi 25%. 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davlat. Undan keyin 50 million so'mlik mahalla loyihasi kreditimiz bor. Bu 50 million so'mgacha ajratiladi. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davlat bilan 25% dan bu ham klassifikatsiyaga tashlab. Hammasi chorvami? Endi hozir chorvachilik borasida tadbirkorlikka beriladi, savdoga berilmaydi, nimaga berilmaydi? Nima deydi? Kreditlarni yopish uchun yoki boshqa maqsadda berilmaydi, faqat tadbirkorlik qilish uchun beriladi. Hozir bu qanday tartibi? Birinchi navbatda kerak bo'lgan hujjatlar pasport kerak bo'ladi, keyin o'zini o'zi band qilgan hujjat kerak bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan hujjati deganda o'sha faoliyat turini tanlaysiz. Misol uchun o'sha yerda kimdir masalan uyda ustachilik qiladi yoki bo'lmasa to'rtta mol boqmoqchi yoki bo'lmasa moli bor, o'shani ko'paytirmoqchi. Kimdir masalan sigiri bor, o'sha sigirni ko'paytirmoqchi, qo'shimcha mablag' zarur ko'p. To'g'ri, ana shu qarang, shu o'zini o'zi band qilish haqida tushuncha bering. Qanday o'zini o'zi band qilish, qarang, bu soliq ilovasidan kiriladi. O'zini o'zi band qilishni yozsangiz, o'sha yerdan kelib chiqadi. O'zingiz faoliyat turingizni tanlaysiz o'sha yerda. Keyin to'lov qilish kerak bor. Keyin to'lov qilish kerak. To'lov qilmasangiz kredit shartnoma tuzilmaydi. Ana shu joylari sal noto'g'ri ekanda, mana shu joylar o'sha kuni mana oldim shu kreditda 410 ming so'm to'lov qilish kerak. 412 ming so'm. O'zi u ishsiz, o'zini o'zi band qilmoqchi. Bir xil joy to'g'ri kelmaydi. Hozir chorva olyapmiz. Unga endi pasport olish kerak edi. Hozir men bilishimcha shu qaror chiqib boshladi. Yaqinda shunday bo'ldi. Bizlar ham nima deydi, u qismini bilmaymiz, lekin 412 ming so'm to'lashingizni sababi bu sizga 1 yillik stajni beradi. 1 yillik hisobiga 412 ming so'm to'laysiz, sizga 1 yil staj hisoblaydi shu yo'nalishda. Erta misol uchun nasib qilib pensiyaga borganingizdan keyin mana qayerdan o'zini o'zi band qilganman, chorvachilik bilan shug'ullanganman, to'lovni qilganman desangiz, sizga 1 yil staj hisoblab beradi. Qarang, boshliq hozir bizlardan bironta fikr olsangiz xalqdan, shu fikrni o'sha yerga borib tatbiq qilasiz. Mana xalq bilan gaplashdim, mana shunaqa fikr bor ekan. Shuni sal bir kelishtirsak bo'ladi degan o'tadimi yoki faqat o'sha yerdagi bor bankdagi fikrni bizga aytasizmi? Endi men bor narsani aytaman. Sizlarning takliflaringiz bo'lsa, yozib olamanda bizlarga keladi. Mana takliflaringizni aytinglar deydi. O'sha paytda mana takliflaringizni beraman. Mana qarang, o'sha 10 millionlik kredit bor ekan, arzon 12%. Shu faqat 10 million ajratilyapti-da, 10 million. Misol juda noshir odamlar bor-da. Lekin aytganingizda imkoniyat bor bizlarga qo'y boqib, o'sha odam band bo'lib, rivojlanib yoki o'zini o'zlab ketishga. 10 millionga ikkita qo'y beryapti, boshqa hech narsa bermaydi. Hech narsa bermaydi. O'shani bir 20 million yoki 25 million qilib, uni lekin aslini o'rganib, menga bermasin. Men ishlik bilan hamma narsam yetarli 10 million oldim lekin baribir.
uni ishsizga haqiqatan muhtoj odamga 25 million beradigan imkoniyatini qilish kerak deyman. Lekin 10 million kam. Qarangda, to'g'ri, bu narsa o'zi 30 million 50 milliongacha ajratiladi. 30 million 900, 30 million 900 ming so'm beriladi. Bu davlat ta'minotidagi oilalarga beriladi. Shunday ya'ni nogironligi mavjud bo'lgan, kam ta'minlangan oilaga beriladi. Lekin ishsiz fuqaroga unga ham 50 million so'm beriladi, faqat 10 million so'mgacha bo'lgan qismi naqd pulda beriladi, qolgani ta'minotchi ko'rsatadi. Ta'minotchiga borasiz, ta'minotchi bu yerdagi 5 milliondan qo'ydi, 8 milliondan solyapti-da, u bechora o'zi unga muhtoj, deputatlar aytyapti-ki, "Sen uni boyitmoqchimisan, uni xalqga tiqmoqchimisan?" Yo'q, endi bu taklif ko'tarilgan. Sizlarga ko'tarilgan. Mana sekin-sekin o'tib kelamiz. Masalan, mahalla loyihasi kiritimiz bor, o'sha klassifikatsiyaga tashkilotlar, bilgansiz. Endi o'sha naqd nima deydi, bozordan tanlab olish imkoniyati mavjud o'sha. Hozir bo'ldimi shu 50 million tashlab beradimi? Kafillik asosida. Kafillik asosida. Qachon bu o'tgan oy yo'q edi lekin, aniq. 2 yildan beri. Bor. 30 milliongacha limit pasayadi. Men sizga taklif berdim 17 Bu 25%mi? Ha, Yo'q, mana 17 millionlik yo'q, aytdi. emas, bu 25% Shu agrobank. 17 millionlikka shuni yozib oling, ana shu taklifni kiriting. Ana shuni kiriting. Taklifsiz beramiz. Qancha foiz kam bo'lsa? Sizdan emas, ko'pchilikdan tushyapti. Uni aytamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan yordam beryapti-da bank. Ko'ryapmiz, yordam beryapti. Yordam ko'p xalqni ko'tardi bank. Faqat bitta narsa, mana foizi qancha kam bo'lsa, odamlar shuncha keladi-da. Uni mana bu gavsga to'qib kelgan hammasini qaytarib, haqiqiy muhtojga berish kerak, bizda qo'shnilar bor. Kim o'shanga ana shu 25 millionni bersa, balasi ham bekor, nevarasi ham bekor, boqadi, keladi ham ko'payadi demoqchiman. Endi qarang. Mana siz aytganda o'sha davlat ta'minotidagi oilalarga yana bitta narsa beradi. O'sha prezidentimiz 258 ming so'm farmoni bor. Foizi kambag'allik qisqartirish davlat jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Masalan, 50 million so'm olsa, o'shanga hisoblaydigan 1 million 500 ming so'm foizi o'sha jamg'arma tomonidan qoplab beriladi. Endi u davlat qaramog'idagilarga, o'sha nogironligi bor, shunaqa fuqarolar borku, o'sha ro'yxat shakllangan reyestrga o'shalarga beriladi. Rahmat. Agrobankdan pul olamiz, xursandman. Mana zo'rligi mana bu. Transbankni boku o'shanda 9.9% kreditlar bo'ldi. Sizlarda bilan kreditlar bo'lmaymi? Foiz past. Yo'q, bizlarda endi bor kiritimiz mana shular. Endi 19.9% krediti Transbank bilmadim qanday kredit, lekin muddati menimcha 1 yilgacha bo'lsa kerak-da. Summasi qancha? Transbank shahar qarab chiqib ko'tariladi. Ha. Shaharda yuqori bo'lsa 30 million, 40 million, 50 millionga chiqariladi. Jamoat tomonidan agrobank bizning foiz pastroq. Bomi o'shani taklif bersangiz foiz pasayadi. Mana mahallalar bo'lingan-da. Bizda endi tumanda 23 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, o'sha 23 ta mahalla bo'lingan. Shundan 11 tasi bizlarda. 5 tasini Transbankda, qolgani xalqqa. Ular o'zining imkoniyatidan kelib chiqib beradi, lekin Transbankni menimcha yomonlash emas boshqa emas. Bankda men o'shanga so'radim, 25% kreditni 30 million so'mgacha ajratamiz. Ishsizlarga Bundan tashqari bank faoliyati bilan taalluqli biror savollar bo'lsa ham javob beramiz. Masalan, faqat kredit emas, kimdir